Assalamu alaykum kasbdoshlar. Bugungi darsimizdan boshlab inson badanidagi 8 cho'ng sistemdan birisi bo'lgan harakat sistemiga rasmiy qadam bosamiz. Bugungi darsimizda biz umurtqalarimizning birlashishi bilan hosil bo'lgan umurtqa to'riklarimiz va bu umurtqa to'rikini barpo qilgan har bir umurtqa bilan tanishib chiqamiz. Qarasanlar bu yerda kolumna vertebralis deb yozilgan. Kolumna deganimiz qurrat degan gap. Vertebralis degan umurtqa degan gap. Demak, kolumna vertebralis umurtqalarning quri degan gap. Buni biz Uyg'urchada umurtqa to'riki deb ataymiz. Bu umurtqalar haqiqatanmi bizning badanimizningki to'riki, teriki. Unda bo'lsa, rasmimizning o'ng tarafiga qarasanlar, o'ng taraf birinchi surat bizning umurtqa to'rikimizning keynidan ko'rgan vaqtimizga holati. Bu bo'lsa yon tarafdan ko'rgan holatimiz. Bu bo'lsa oldi tarafdan ko'rgan holatimiz 3 xil shaklda berilgan. Biz hozir bular bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Bizning umurtqa to'rikimizning 33 yoki 34 umurtqa so'nkimiz hosil qiladi. Bu umurtqa to'rikimizning uzunligi erlarda taxminan 70 cm, ayollar bo'lsa taxminan 60 cm atrofida. Biz bu umurtqa to'riklarimizni 5 bo'lakka bo'lib turib ayrim ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib vertebra cervicalis. Vertebra degan nima degan gapdi? Umurtqa degan gapdi. Cervicalis degan gap bo'yin degan gap. Uni ikkinchisi birlashtirsa bo'yin umurtqasi degan gap bo'ldi. Vertebra cervicalis bo'yin umurtqamizning 7 tanasi bor. Mana shu qizil rangda vertebra cervicalis ko'rsatilyapti. Ikkinchisi vertebra thoracica yoki vertebra thoracis deb yoki ataymiz. Vertebra thoracica'dan 12 tanasi bor. Mana shu yeşil rangda ko'rsatilgan. Bu bizning ko'krak umurtqamiz. Uchinchisi bo'lsa vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis bizning bel umurtqamiz, ko'k rangda ko'rsatilyapti. Buningdan 5 tanasi bor. Endi os sacrum deydi. Os kalimasi, ossis kalimasining qisqartirilmasi, ya'ni latinchadagi so'ng degan gap. Oz degan narsani ko'rsanglar, ha bu birada so'ng ekan deb tushunsanlar, bu ayrim bir so'ng bu. Os sacrum deganimiz bizning Uyg'urchadagi 9 ko'z so'ngi degan so'ng shu. Bu so'ng asli 5 tane umurtqaning birikishidan hosil bo'ldi. Keyingi slaydlarimizda buni tafsiliy so'zlaymiz. Shunga os sacrum asli 5 tane umurtqamizning birlashib ketishi, qaynashib ketishidan hosil bo'lgan bir so'ng. Mana shu so'z rangda ko'rsatilgan holda shu. Bu bizning kassimiz, asli kassimizga to'g'ri kelgan yer. Lekin os coccyx bizning quyruq so'mkimiz. Ustidagi rasmni yaxshi chiqmaganligi uchun ostida boshqa rasmni qo'ydim. Mana bu yerda yeshil rangli 4 yoki 5 umurtqamizning birikishidan hosil bo'lgan, bir-birisi bilan birikib qaynashib ketgandan hosil bo'lgan mana shu quyruq so'mkimizni biz os coccyx deb ataymiz. Ba'zi kishilarda 4 umurtqa birlashadi, ba'zi kishilarda 5 umurtqa birlashadi. Shunlashki agar bizdan umurtqa to'riki qancha umurtqadan birikishidan hosil bo'ldi degan vaqtimizda yoki 33 yoki 34 deymiz, lekin ko'pincha ahvolda 33 bo'ladi. Bu o'rtadagi rasm bizning o'ng yon tarafimiz. Qarasak, bo'yin qismidagi umurtqalarda bir ichiga kirish bor. Mana dumbi qismimiz, ko'krak umurtqalarimizda bir teshig'i chiqish bor. Balda yana ichiga kirib ketyapti. Miyadagi 9 ko'z va quyruq so'ngaklarimizda yana bir teshig'i chiqish bor. Biz mishadagi ichiga kirishni lordus deb ataymiz. Teshig'i chiqishini bo'lsa kifoz deb ataymiz. Demak, vertebra cervicalis va vertebra lumbalisda lordus bo'ldi. Vertebra thoracica bilan sacrumda kifoz bo'ldi deymiz. Masalan, biz bildigan dumchaklik mishadagi ko'krak umurtqamizning bekli teshig'i chiqib ketganligidan bo'ladi. Undan xo'sh biz birlikda tipik vertebra, ya'ni normal bir umurtqa qanday bo'ldi, biz birlikda ko'rib baqaylik. Ya'ni biz bir inson degan vaqtimizda bu insonninki butun qurilmalari ko'z oldimizga keldi. Shunga o'xshash vertebra bir umurtqa degan vaqtimizda qaysi alayliklar, qaysi qurilmalar ko'z oldimizga kelishi kerak, biz birlikda ko'rib chiqaylik. Vertebra ya'ni umurtqa cho'ng jihatdan ikki narsadan tuzildi. Birinchisi korpus deb atalgan miyadagi gövde qismi, keynidagi arkus deb atalgan yay shakldagi. Bu yay shakldagi nima desanglar mana miya. Undan bir vertebra asli korpus degan ma gövde qism bilan teng, arkus deb atalgan ma yay shakldagi kamiri bilan tuzildi. Biz mana mayalarni arkus deb atadiq. Mana shu arkusmu o'z ichidan yana ikki turga bo'linadi. Pediculus arcus vertebra va lamina arcus vertebra deb. Pediculus arcus vertebra nani o'z ichiga oldi desanglar, biz Uyg'urchada umurtqa yay yiltizi, umurtqa do'a yiltizi deymiz. Umurtqa gövdesidan chiqqan yer. Mana shu yani biz Pediculus arcus vertebra deb ataymiz. Undan keyin uning keynidagi mana mayalarni bo'lsa, mana
mayələrini bolsa biz lamina arcus vertebra deb ataymiz. Vertebra nimələrdən tüzüldü desanlar, çoğ cəhətdən korpus və arkusdan tüzüldü. Arkus yəni iki qismdən tüzüldü. Pediculus arcus vertebra bilən lamina arcus vertebra deb. Əmdi qarsanlar, müşəyədəki korpus bilən arkusninki o'ttursida qap qalğan bir töşük var. Biz töşüklərini bunundan keyin insanlar tutsun, foramen degan narsani ko'rsanlar, ha bu yerda bir töşük var deb insanlar tutsanlar bo'ldi. Foramen latinchada töşük degan gap. Müşəyədəki töşükning ismi foramen vertebrale. Yəni umurtqa töşüki degan gap. Korpus bilan arkusning o'ttursida qap qalğan mush töşük nima deyotganmiz? Foramen vertebrale deyotganmiz. Əmdi bəlkə bu yerdə nemişqi töşük bardı deb o'ylab qo'yishinglar mumkin. Mushu umurtqalarimiz üstü kep, umurtqa aralıq təxsisi arqalıq, umurtqa aralıq təxsisini disk deymiz. Umurtqa aralıq təxsisi mana mush korpus qismida bo'ldi. Biz buni kelarki soatlik darslarimizda ajoyib təfsili ko'rib chiqamiz. Shu umurtqa təxsisi arqalıq üstü kep bizningki umurtqa tövrükünü keltirib chiqardi. Undan xo'sa mushu umurtqalar üstü kes qanday holat shakllandi. Bu yerlik video orqali ko'rib boqaylik. Qaranglar mana. Foramen vertebrale. Faqat bir necha so'ngakni qo'ydim. Mana. Bir kanal hosil qildi bular üstü kep. Bu kanalning ismini nima deymiz desanglar? Canalis vertebralis deymiz. Ya'ni umurtqalarning kanali. Bu umurtqa kanalının içində nima var desanglar, bizning yo'lunimiz bor. Ya'ni medulla spinalis. Balkim so'ng qajlab baqqanni ko'rishinglar mumkin. Ash umurtqalarning o'ttursida chiqadigan oppoq narsa bizning yo'lunimiz. Bu nerv sistemimizda ajoyib muhim o'rinda turadigan qurilma. Nerv sistemimizni ko'rgan vaqtimizda bu haqda bek ko'p to'xtalamiz. Hozir bizning bilib olgan narsamiz nima desanglar, mushu foramen vertebrale, ya'ni umurtqa töşükleri, umurtqalar üstü kelgan vaqtida nimani shakllantirdi? Canalis vertebralisini shakllantirdi. Bu canalis vertebralisning ichida nima turdi? Medulla spinalis, ya'ni bizning yo'lunimiz bor. Mushuni bilib olsak bo'ldi. Bayamı deb o'tib ketdi. Bu umurtqalar bir-birisi bilan korpusda yerlashgan umurtqa aralıq təxsisi bilan bir-biri bilan bog'lanadi. Endi lekin bu yolg'iz umurtqa aralıq təxsisi orqali muqim turib olmaydi. Bu umurtqalar bir-biri bilan bog'lanib turishi kerak. Mush sababdan va boshqa tuzilishlarning funksiyonlari uchun arkusda ba'zi bir tuzilishlar o'sib chiqadi. Buni biz mana müşəyələrin o'sükçilər deymiz Uyg'urchada. Latinchada bo'lsa processus deb ataymiz. Bundan keyin processus degandek mushu gapni ko'rsanglar ham har yer o'sib chiqqan bir narsa borki, ya'ni turkchadagi chiqinti deymiz. Chiqinti borki, o'sib chiqqan bir o'sükçü borki deb o'ylasak bo'ldi. Ondan sonra bularning ayrim ismlari bor. Bular qaysilar degan vaqtda processus spinosus degan maye shu. Mana. Shu uzun, ya'ni azroq pastga ingishgan vaqtimizda dumbimizni mushda shu qap o'tirishdan silab baqqan vaqtimizda qo'limizga urindi. Qo'limizga urilgan shu tuzilish naq mishadagi processus spinosus shu. Endi ikkinchi processus transversus. Transversus degan kalimani biz oldingi soatlarda o'tgandik. Yon tarafga, to'g'risiga degandek ma'nolarni bildiradi. Mana shu ikki tarafga, ikki yon tarafga chiqqan mayadagi o'sukchini biz nima deymiz sana? Processus transversus deymiz. Üçüncü ko'rdiğimiz processus articularis superior ve inferior. Articularis degan gapni ko'rsanglar har bu yerda so'ngak bilan bir so'ngak yoqimsa bir tuzilish bilan bir tuzilishning o'ttirisida bir bog'lanish borki, bir bo'g'im borki deb ko'rsanglar bo'ldi. Articularisni biz Uyg'urchada bo'g'imga munosabatlik deb tarjima qilamiz. Bu vertebralar bir-birisi bilan korpustik disk, ya'ni umurtqa aralıq təxsisi və şundaqla müşəyədəki articularis bo'g'imlar bilan bir-birisi bilan bog'lanadi. Undan xo'sa process articularis superior degan nima? Superiorni biz o'rgangandik, ust taraf degan gap. Ya'ni bu vertebra o'zining ustidagi vertebra bilan bir bog' qurish uchun bu o'sukchini paydo qildi. Mana miyada ko'rganinglardek, ma yuzi bilan ustidagi vertebraga tutuşudu. Bu yüzünü biz nima deb ataymiz sana? Facies articularis superior deymiz. İnsanlar tutsun facies degan gap, yuz degan gap. Processus degan gap, o'sukcha degan gap. Articularis degan gap, bo'g'imga aloqador degan gap. Endi asliqsi processus articularis inferior. Bu bir vertebra hem ustidagi vertebra bilan hem astidagi vertebra bilan
bağlanış kerak. Ustidagi vertebra bilan bog'langan vaqtda processus articularis superiordagi bo'g'im yuzi bo'lgan facies articularis superior bilan bog'lanadi. Astidagi vertebra bilan bog'langan vaqtda processus articularis inferiordagi yana o'xshash bo'g'im yuz bo'lgan facies articularis inferior bilan bog'lanadi. Ya'ni ustidagi bo'g'im yuziga o'xshash bo'g'im yuzi astidagi bo'g'im yuzida bor. Faqat superiorni biz o'tganda usti deb o'rgangan, inferior degani asti deb o'rgangan. Mana shundoq har bir yerda jiq uchirtdimiz bu xil shakldagi narsalarni. Bundaq processuslardan jami 7 tanesi bor. Processus spinosus mana shu qap o'ttirda uzun bir tanesi bor. Processus transversusdan o'ng va sol tarafda birdan 2 tanesi bor. Processus articularis superior ustida mana o'ng solda ikkisi bor. Bu rasmda aniq ko'rilmadi, chunki bu ustidan ko'rilgan rasm bo'lganligi uchun. Keyingi rasmlarimizda bu mana hayt aniq ko'rindi. Endi shu pedunculus bor yerda bunda bir oyuq bor. Mishada bunda bir oyuq bor. Videoda ko'rsatmas. Shu oyuqni biz nima deb ataymiz? Sana insula vertebralis superior deb ataymiz. O'xshash narsadan astidan bor. Shu ya'ni insula vertebralis inferior deb ataymiz. Mana bu yerda insula vertebralis inferior bor. Bu yerda insula vertebralis superior bor. Endi shunda bir oyuq bor. Hech qanday bir narsa bekor bo'lib qolmagan. Bu insula vertebralis superior va inferiorlar nima ishga yaraydi desanglar, bu vertebralar usti kelgandan keyin bir ustidagi vertebraning ashadagi oyuqi bilan uning ostidagi vertebraninki oyuqi birlashib foramen intervertebralar degan bir narsani hosil qildi. Foramanni bayam nima deb o'tgandik biz? To'shak degandik. Vertebra umurtqa degan gapdi. Inter degan gapni ko'rsanglar, bu bir narsaning orasidagi adanglar. Undan sonra foramen intervertebralar deyimiz. Vertebralarning, ya'ni umurtqalarning orasidagi to'shak desak bo'ldi. Yani biz umurtqaning to'shagini ko'rgandik. Undan sonra bu foramen intervertebralar degan nima desanglar, hozir bir rasm ko'rsatma. Mana bu yerdagi insula vertebralis inferior bilan, chunki ustidagi vertebralarning ma'nosi osti. Hamda shuning bilan ostidagi vertebralarning insula vertebralis superiorsi birlashib, mana birlashib hozir mishani hosil qildi. Bu yana nima deb atayotganmiz? Foramen intervertebralar deb atayotganmiz. Shu foramen intervertebralardan yo'lun nervlarimiz shu yerdan kirib chiqdi. Buni nerv sistemasi tafsiliy so'zlaymiz. Unda xo'sh biz bir yig'inchaqlik o'taylik. Tipik bir vertebrada nimalar bo'ldiki? Korpus va arkus bo'ldiki. Bu arkus o'z ichidan ikkiga bo'lindiki. Birisi pedunculus arcus vertebralis, yana birisi bo'lsa lamina arcus vertebralis. Bundan boshqa korpus bilan arcus o'rtasidagi bu bo'shliqni nima deb ataydiganmiz? Foramen vertebralar deb ataydiganmiz. Agar shu umurtqalar usti kelsa, foramen vertebralar birlashib nimani hosil qildiki? Canalis vertebralisni hosil qildiki. Canalis vertebralisning ichida nima borki? Medulla spinalis, ya'ni bizning yo'lunimiz borki. Endi bu teshig'i chiqqan o'sikchilar, ya'ni chiqindilarning ismi bordi. Ma yerdagi o'sikchining ismi nima? Processus spinosus. Bu to'g'risiga chiqqan ikki o'sikchining ismi nima? Processus transversus. Processus transversus, processus spinosus. Bu ya aniq bo'lib ketdi-ku. Endi boshqa umurtqalar bilan bog'lanish uchun ustida va ostida o'xshash chiqqan o'sikchilar bor. Buning ismi nimati? Processus articularis superior va inferior. Bularning ustidagi va ostidagi umurtqalar bilan bog'lanish uchun mayada bo'lgan bu bo'g'im yuzining ismi nimati? Facies articularis superior va facies articularis inferior. Endi undan boshqa arcus, pedunculus arcus bayada bir nimbati oyuq bati. Ustidagi oyuqning ismi insula vertebralis superior, astidagisining ismi insula vertebralis inferior. Yana o'xshash vertebralar usti kelgan vaqtida yerdagi oyuq birlashib nimani hosil qiladi? Foramen intervertebralarni hosil qiladi. Bu foramen intervertebralarning ichida nima bordi? Bizning yo'lun nervlarimiz bordi, sinirlarimiz bordi. Biz bayatdan beri normal bir umurtqaning, ya'ni tipik umurtqalarninki qanday bo'lganligi, qaysi alohidaliklari borligini ko'rib o'tdik. Unda xo'sh endi vertebral cervicalis, ya'ni bo'yin umurtqasininki alohidaliklari bilan buni bir qarablam bu bo'yin umurtqasiga deb farqlantira oladigan alomatlarning nima ekanligini birlikda ko'rib boqaylik.
Vertebral cervicalis'teki bu 7 tane umurtqa S1, S2'den tatıb ta S7'gacha cervicaldagi S arqalıq ifadelandı. Birinci umurtqani S1 deymiz, ikini S2 deymiz, bu şekilde davamlaşıdı. Əmdi bu vertebral cervicalis'ni başqa umurtqalardan ayırıp turduğan nəsi nima desanlar? Foramen transversium. Foramen nim degan gapdik? Töşük degan gapdik. Transversiumni biz bayam nimada ko'rdik? Normal bir tipik vertebralarninki processus transversium deb, mana miyada bunda bir chiqindisi, bunda bir o'sikchisi bor deydi. Miyada o'sikchisi bor deydi. Əmdi bu vertebral cervicalis'te bu ösükçe bit qanmay, o'ttirisi bir töşük içildi. Mana şu miyada yeşil rəngdə, rəsmdə yeşil rəngdə göstərildi. Şu töşükçünün ismi foramen transversium. Bu nim degan gap? Transvers, yani to'g'risiga echilgan töşük degan gap. Yan tarafda o'ng va sol deb ikki tanesi bo'ldi. Endi bu yerga qarasanlar, foramen transversiumning atrofida aldıda bir tane küçük bir tügünçe, keyninde bolsa küçük bir tügünçeler var. Köydünlermikin. Bunu biz nimde atlayımız sana? Aldıdaki tügünçini tuberculum anterior deyimiz. Keynideki tügünçini tuberculum posterior deyimiz. Tuberculum anterior'un mu işkisi var, tuberculum posterior'un mu işkisi var iki tarafta. Demek, nurgun umurtqalarının içinden muşadaki transversiumның içinden içilgan bir foramen, yani töşükni körüplam, bu boyun umurtqısı deb qaraplam bilaleydigan halat kelişimiz gerek. Bu foramen transversiumni biz faqatla cervical vertebrada bununla xas deb öğrendik. Nimişki bundaq degan vaqtimizda mana şu miyamizni ozuqlandırdıgan tomirlarimiz bizni cervical vertebradagi, yani boyun umurtqalarımızın içideki şu foramen transversiumdan ötüp, onundan keyin miyamizga berip miyamizni ozuqlandırdı. Şunlaşqa foramen transversium faqat ve faqat vertebral cervicalis'da bor. Endi biz birlikte vertebral cervicalis'deki atipik bo'lgan vertebralarni ko'rib chiqaylik. Atipik, yani normal bo'lmagan. Normalmış cervical vertebralis'dan yoki boshqa umurtqalardan farqli bo'lgan vertebralarni ko'rib chiqaylik. Birincisi S1, yani cervical vertebranın birinci umurtqısı. Biz bunu normalde atlas deyimiz. Çünkü bunun tüzülüşü bək fərqli bo'lğaşqa özüge xas ismi var, atlas deyimiz. Çünki atlasını deyilgan vaqtda bu boyun umurtqımızdan birinci umurtqısı deb esimizga alsaq bo'ladi. Endi bu atlasni biz birlikte ko'rib baqaylik. Qarasanlar, biz bayatdan beri tipik normal bir vertebralarda ko'rgan korpusni ko'ramayapmiz. Yani bunun gövdüsünü ko'ramayapmiz. Demek atlasda birinci bu korpus vertebra yok. Bunun gövdüsü yok. İkinci bu teshig'i aq tarafdan teshig'i qarta chiqiqli bir o'sikchi bor deydi. Bunu biz nim deb atagandik? Processus spinosus deb atagandik. Bu mu yok? Endi bunun o'rnida processus spinosusning o'rnida nim bor desanglar, mana bu yerda kichik bir tügünçü bor. Arqa tarafda bo'lganlik uchun buni biz tuberculum posterior deymiz. Ve onun o'xshash oldida kichik bir o'sikchi bor. Buni biz tuberculum anterior deymiz. Qarasanlar miyada üstüdeki so'ngak bilan birleşidigan bo'g'im yüzü, facies articularis, oyoqning iziga o'xshaydi, xuddi ustiga chiqib bir adam dastiganga o'xshash. Bu yüz boshqa vertebralarniki o'xshamaydi, xelilam cho'ng. Bu yüz kim bilan bo'g'im shakllantirdi desanglar, bosh so'nkimiz bilan bo'g'im shakllantirdi. Keyingi darslarimizda bosh so'nki vaqtida bu bo'g'imni tafsiliy so'zlaymiz. Uningdan boshqa yana bir eng farqlanadigan yeri mana oldi yuzida, oldining ichiga qarab turgan yuzida yana bir bo'g'im shakllantiradigan yüzü bor. S2 kemiki bilan, yani cervical vertebranın ikinci so'nki bilan birleşip bo'g'im shakllantirdi. Bu yüzünü biz fovea dentis deb ataymiz. Endi ikinci farqli so'nkimizga qaraylik. İkincisi bo'lsa S2, yani cervical vertebranın ikinci so'nki bo'lgan aksis. Bununla aksis degan xas ismini beramiz. Qarasanlar, mana o'ng tarafdagi rasm bu aksisning oldidan ko'rinishi. Bu bo'lsa keyndan ko'rishi. Nasıl biz bunun da nimeler barken, nimeler yo'qga birlikte ko'rib baqaylik. Corpus vertebralis bormikan desek, borki. Processus spinosus bormikan desek, borki. Lekin qarasanlar bu çatalga o'xshash ağaç şekilde ikkiga ayrılıq. Cervical vertebralarning normalda processus spinosusi mana shunday çatal şekilde ikkiga ayrılgan bo'ladi. Demek aksisda bu narsalar borki.
Üstüdeki so'ngak bilan bo'g'im shakllantiradigan yuzma borki, mana ost tarafida miyada ko'rinmay qapti. Yana ostidami o'xshash bo'g'im shakllantiradigan yuz bor. Uningdan boshqa mana miyada mana processus transversus va uning ichidagi foramen transversus borki. Undan so'ng buningda hamma narsa borki, lekin diqqat qilsanglar buningda ortiq bir narsa bor. U bo'lsa nima desanglar, mana ustidagi dentist tishga o'xshab ketganligi uchun buningga ismini dentist deb bergan. Mana shu bir narsa ortiq buningda. Demek aksisda kam narsa yo'q, aksicha bir narsa ortiq bo'lib qolgan. Nimishqa ortiq bo'lib qolgan desanglar, masalan biz atlas kemikida nima yo'q degandik, corpus vertebralis yo'q degandik shunaqo. Shu atlas so'nkininki corpus vertebralis amaliyotda aksisninki bilan qo'shilib bu qaynashib ketadi. Shuningdek bu corpus vertebralis atlasning emas, aksisning dentis, ya'ni tishiga aylanib qoladi. Әмді bu dentistning qarasanlar ikki yuzi bor. Oldi tarafdan qaragan mana ma yuzi bilan keyindan qaragan ma kichik yuzi. Bu oldi tarafidagi cho'ng yuzini biz facies articularis anterior deymiz. Ya'ni articularis degan kalima chiqsalar buningdan habiyat bir bo'g'im shakllanadigan deb tushunsak bo'ladi. Undan so'ng mushu facies articularis anterior degan oldidagi yuzi bilan mana atlas so'ngkidagi bayan biz deb o'tib ketgan fovea dentis birlashib bir bo'g'im shakllantirdi. Keyindagi bo'g'im yuzi uchun facies articularis posterior. Buni keyingi soatdagi bo'g'im munosabatli darsimizda tafsiliy so'zlaymiz. Shu dentisning ash uchini, cho'qqisini biz apex dentis deb ataymiz. O'tgan soat darsimizda biz apex deganning cho'qqa ekanligini deb o'tib ketgandik. Demak, apex dentis dentisning cho'qqisi degan gap. O'ng taraf ustidagi rasmda ko'rayotganlar atlas bilan aksisninki juplashik holatda oldi tarafdan ko'rinishi. Men hozir buni asta-asta aylantirma. Aylanishga boshladi. Mana ketyapti. Bu shaklda bir-birisi bilan bo'g'imlashadi bular. Biz birlikda servikal vertebraninki yana bir farqliq, ya'ni boshqa umurtqalardan farqliq bo'lgan atipik vertebrasi bo'lgan C7 vertebra bilan tanishib chiqaylik. C7 vertebrani biz prominens vertebra deb ataymiz. Lekin bu prominens vertebra atalg'usi bak ko'p ishlatilib ketmaydi. Lekin uchrab qolsa, buning C7 ekanligini bilishimiz kerak. Prominens degan gap ochiq, belirgin, belgili bo'lgan degan gap. Nimishqa bundaq degan desanglar, bayami deb o'tib ketgan to'q. Rasmga qarasanlar savolashlar. C1'ning ya'ni atlas processus spinozusi yo'q. C6'gacha bo'lgan processus spinoslar hammasi mana shaklda, och shaklda, ya'ni chatal shaklda mana shundoq ichiqliq. C7'da qarasanlar mana bu uzun lamchiqliq. C7 vertebraninki processus spinozi boshqa servikal vertebralarga o'xshash chatal bo'lmaganligi uchun qo'limizni beshimizning keyniga qo'ygan vaqtimizda mushta pastga siyirsak qo'limizga tunji urildigan umurtqining uchini his qila olamiz. Musharimizda qo'linglarni tutib sinab baqsanglar bo'ladi. Mushu his qilgan qo'limizning uchiga tekkan narsa amaliyotda C7 vertebradagi processus spinozus shu. Shuningdek C7 vertebraning boshqa servikal vertebralardan birdan-bir farqlanadigan yeri nima bo'lsanglar, mushadagi processus spinozusi boshqalarninkiga o'xshash chatalliq emas, aksicha chatalsiz, tuz, ushliq, bisliq shunday chiqadi. Endi biz birlikda vertebra thoracica, ya'ni bizning ko'krak umurtqalarimizni ko'rib chiqaylik. Ko'krak umurtqamiz mana shu yeshil rangda bo'yalgan umurtqalar. Qovurg'ularimiz bilan birlashib ko'krak qafisimizni hosil qildi. Vertebra thoracicadan 12 tanesi bor. Thorasikdagi T'dan boshlab T1, T12 deb shu bo'yicha atilib keldi. Bu vertebra thoracicani bir qarablam farqlantiradigan alohidligi nima desanglar, bayami deb o'tib ketdim. Bu bizning ko'krak umurtqalarimiz, qovurg'alarimiz bilan birlashganligi uchun bularning yon taraflarida qovurg'alar bilan bo'g'im hosil qiladigan tuzilishi bor. Bu tuzilishni biz fovea costalis deb ataymiz. Costalis qovurg'a degan gap. Fovea costalisdan 3 xil tur bor. Undan biz birlikda qarab baqaylik. Ya'ni gövdəga joylashgan fovea costalis superior ustida ikkisi bor. Ostida ko'rinmaganligi uchun yon tarafdagi rasmga qo'ydim. Korpus bo'limining ostida o'ng va so'l tarafda joylashgan mana yeshil rangda faqat o'ng tarafdagi islam ko'rinyapti.
fovea costalis inferior. Hem de onundan başqa maya əsli processus transversidir. Bu yerdəki vertebra thoracicalarımız bizdən qovurğular bilən boğum tüzgənlik üçün processus transversumı bu boğumunu tüzəşki yardımlaşdıran bir yüz peyda buldu. Mən bunu bu yerə ifadə Bunun ismi fovea costalis processus transversi deyimiz. Yəni processus transversidəki fovea costalis də batıldı. Bu mu on və sol tərəf təşkilin buldu. Mən rəsm qarsanlar bizninki vertebra thoracicaninki umurtqalarımız, yəni kökrək umurtqalarımızın qovurğularımız bilan qandaq birleşidiganlığını bir yerden görələyimiz. Undaq bolsa vertebra thoracicani başqa umurtqalarımızdan ayırıb turduğan alaydık nimlik etsənlər fovea costalis bakək. Yəni umurtqalarımız bilan boğumlaşıdıq düzülüş bakək. Bu fovea costalis 3-kə bölündükə. Birincisi, mana şu gövdə qismi, yəni korpusqa joylashqan fovea costalis superior və fovea costalis inferior. Ondan başqa processus transversiga joylashqan fovea costalis processus transversi bakə. Əmdi bütün həmmisdə şu vertebra thoracicadakı 12 umurtqanın həmmisində bu tüzülüş bağımı desanlar undaq emas. Məsələn, T10, T11 və T12 bu kəyindəki 3 vertebra thoracicada fovea costalis superior və inferior deyə ayrılmaydığan mana şundaq bir dallam. Həm üstüdə, həm asıda batılığı normalda. Undaq emas. Muş oturğa joylashqan bir dallam fovea costalis var. T11 və T12 vertebrada fovea costalis processus transversi yox. Mana miya qaranlar. Miya processus transversi. Mana miya processus transversi. Lakin bunun fovea costalisi barmı? Yəni bunun boğum yapıdığan yüzü barmı ki? Yox ki. Demək T10, T11 və T12 vertebralarda faqat fovea costalisla superior və inferior deyə ayırmayımız. Çünki bu oturda. Asti və üstüdə də 2 tanesi yox. Faqat bir tanesi var. T11 və T12'də fovea costalis processus transversi yox. Undaq bolsa arkadaşlar, biz bugünkü bu videoluq dərsimizdə vertebra cervicalis, yəni boyun umurtqamız və vertebra thoracica, yəni kökrək umurtqamız bilan tanışıb çıxdıq. Ulardan başqa umurtqalardan fərqləndiğan yeri tipik vertebralarının alaydıqı və atipik vertebralarını görüb çıxdıq. Umurtqa tövrükümüzün hasıl qılğan bu kəyindəki bəl umurtqamız, yəni vertebra lumbalis, sacrum və koksik suaklarını kilərki videomuz görüb çıxımız. Bu dərsimiz mişədə axırlaşdı. Həmmələr üçün mənfəətlik oluşunu tiləyirəm.